Albatta, Uyg'urlarning tarixi nayt uzun bir musafirlarni besib o'tgan murakkab bir tarix. Bo'libmi Uyg'urlar o'zining bu ko'p asrlik siyosiy, madaniyat, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot tarixida nurg'unlagan izlarni qoldirdi. Albatta, Uyg'urlarning madaniyati, Uyg'urlarning insoniyat madaniyatiga qo'shgan tuhfasi 19-asrdagi Yevropa olimlari, Rossiya olimlari va boshqa davlat olimlari tomonidan o'xshashli e'tirof qilingan 20-asrning beshidagi va oxirgi vaqtlaridagi, ya'ni bugungacha bo'lgan xalqaroliq bu Uyg'urshunoslik tadqiqotida Uyg'urlarning qadimgi va o'rta asrlarda Turkiya xalqlarining madaniyatiga, bo'libmi Markaziy Yevroosiyoning madaniyatiga zo'r tuhfalarni qo'shganligi birdek e'tirof qilingan masala. Albatta, Uyg'urlar yolg'iz madaniyat tarixidan, shalliq madaniyat tarixidan boshdan kechirib qolmasdan, balki nayt murakkab, nayt uzun bir siyosiy taraqqiyot tarixini boshdan kechirdi. Biz bu yerda albatta qadimgi vaqtlarda Uyg'urlar tomonidan qurilgan yoki Uyg'urlarning qarindosh tuqqanlari bir etnik guruhga tava bo'lgan Turkiy qarindosh millatlar tomonidan Uyg'urlar bilan birlikda qurilgan tarixdagi Uyg'ur Turkiy davlatlarini sanab o'tishimizning hojati yo'q. Biz yani bugungi muxbirning savoli bo'yicha, ya'ni 19-asrdan keyingi Uyg'urlarning siyosiy tarixi qanday bo'ldi? 20-asrdagi Uyg'urlarning siyosiy tarixi qanday jarayonlarni boshdan kechirdi degan tema ustida to'xtalamiz. Mening qarashimcha Uyg'urlarning 20-asr Uyg'urlar vatani 19-asrning oxirlarida Yaqubbekning hokimiyati Manching imperiyasi tomonidan to'liq yo'qotilgandan keyin, og'dirilgandan keyin Manching hukumati 1884-yili Xinjiang o'lkasini ta'sis qildi. Manching hukumati Xinjiang o'lkasini ta'sis qilgandan keyin toki 1931-yilgacha bo'lgan araliqda bu o'lkada keng ko'lamli qarshilik, keng ko'lamli qurolli qo'zg'olon harakatlari asosiy jihatdan yuz bermadi. Albatta qisman qarshilik harakatlar bo'lsa-mu, lekin bu umumyuzlik tus olmagan. 1911-yili Sun Yat-sen boshchiligidagi bu Xanzu millatchilari Manching imperiyasini yo'qotib, ya'ni Shanxay inqilobi deb atalgan inqilobni qo'zg'ash orqali Manching imperiyasini og'dirib, Xanzularning o'zining milliy davlatchiligini, ya'ni milliy jumhuriyatchiligini barpo qildi. Ya'ni Junhua Mingo hukumatini qurdi. Bu hukumat ayni vaqtda Osiyo qit'asidagi birinchi jumhuriyat edi. Ayni vaqtda albatta Manching imperiyasining xaritasiga kirgan Mong'oliya, ya'ni tashqi Mong'oliya u ayrilib chiqib ketdi. Ayni vaqtda yana Manching imperiyasining xaritasi bo'lgan Sharqiy Turkiston, ya'ni Jungo hukumat tomonidan bugungi kunda Xinjiang deb atalayotgan bu joy garchi Temur xalifa rahbarligida uning sharqiy qismida qumuldi qo'zg'olonlar yuz bergan bo'lsa-mu, lekin Manching imperiyasining xaritasidan chiqib ketish, ya'ni Junhua Mingo hukumatining qurilishi bilan o'zining bir mustaqil hokimiyatini qurish mumkinchiligi bo'lmadi. Ya'ni bu o'lka, bu joy militaristlarning, ya'ni Xanzu militarislarining hukmronligi ostida tushib qoldi. Toki 1931-yilgacha bo'lgan araliqda bu joyda Yang Zengshin, Jin Shorin qatorliq ikki militarist hukmronligini yurgizdi. Albatta Yang Zengshin bilan bu Jin Shorinning hukmronligi bir-biri bilan o'xshashlikqa ham bir-biri bilan farqli taraflarga ega. Masalan, Yang Zengshin tashqi jihatda Sovetlar ittifoqi bilan, ya'ni yangidan maydonga kelgan kommunistik Sovet Rossiyasi bilan hamkorlik o'rnatib, uning bolsheviklarga qarshi jang qilib, bu Ili, Tarbag'toy, Oltoy qatorliq joylarga qochib kelgan Oq gvardiyachi Rus armiyasini yo'qotishga moslashdi. Shu orqali bolsheviklar Rossiyasining bu o'lkaga ta'sir ko'rsatib, bu o'lkani Jungodan ayirib o'tish
yakimiz bu өлkədəki xalqlarga yordam berib, onun Cungudan ayrılıb özünün bir müstəqil dövlətini quruş hərəkətlərini qollamaslıqdək bir şərait hazırladı. Yəni bir yaxdan alğan çağda Yang Zemin içki cəhətdə Uyğurlarning içidəki dini ölümə, yurt aqsaqalları və başqalarını yaxından qollab, ular bilan yaxından həmkarlıq o'rnatib, ularning dini cəhətdən xalqqa başlamçılıq qilishig'a, ba'zi tar doirada, ya'ni kichik rayonlar bo'yicha shu joydagi xalqlarga rahbarlik qilishga yo'l qo'yish orqali, ya'ni bunday chiqqan chog'da shu vaqtdagi Yang Zeminning taktikasi bo'yicha yatlarning qo'li bilan yatlarni boshqarish usuli bo'yicha nodon qoldirish siyosati, xalqni ma'rifatsiz qoldirish siyosati, ya'ni jaholat ilgi tutib turish siyosati orqali Uyg'urlarni tashqi dunyodan keladigan ta'sirlar, ya'ni ayni vaqtda Turkiyani o'z ichiga olgan bu islom dunyosi o'rta sharqda ko'tarilayotgan islomiy uyg'unish, madaniyat uyg'unish, milliy uyg'unish harakatlarining ta'sirini qabul qilmaslik. Yana bir yoqdan olganda Uyg'urlarning qo'shnisi bo'lgan bu O'rta Osiyodagi qarindosh Turkiya xalqlari orasida yuz berayotgan ideologik o'zgarishlar, ya'ni Charusiyning og'dirilib, bu joyda bolsheviklar hokimiyatining shakllanishi bilan paydo bo'layotgan o'zgarishlarning, ya'ni inqilob harakatlarining bu o'lkaga ta'sir qilishining oldini to'sib qoldi. Bu Yang Zeminning siyosiy taktikasi. Garchi Yang Zemin 17 yil Uyg'ur xalqini nayt o'zining oz sondagi askarlari bilan nodon qoldirish, jaholatni qoldirish, ashundaq aldash, yana bir yoqdan olganda qattiq qo'llik qilishdan iborat har xil taktikalarni ishlatib idora qilgan bo'lsa-mu, baribir 1928-yili 7-oyda boshqa onunğa o'xshamaydigan fikrdagi Panyavning boshchiligidagi Xanzu hukmronlari guruhi tarafidan o'ltirilib, o'lkaning hokimiyati yana bir militarist Jing Shorinning qo'liga o'tdi. Jing Shorinning siyosati albatta Yang Zemindan farqli edi. Jing Shorin Yang Zeminga qaraganda undaq aldash, nodon qoldirish, papilash, yana bir yoqdan olganda qattiq qo'llik qilishdek undaq siyosatning o'rniga bevosita qattiq qo'l siyosat, ya'ni bulanchilik siyosati yurgizdi. Yani Uyg'ur xalqiga nisbatan oshkora milliy kamsitish, besim siyosati yurgizdi. Shuning bilan bir vaqtda Qumul qatorliq joylardagi Uyg'urlarning yerlarini tartib olib, uni ichkaridan Gansudan elib chiqqan Xanzularga bo'lib berdi. Uning qo'l ostidagi Xanzu ofitserlar, Xanzu amaldorlar yerlik o'z turayotgan joylardagi Uyg'urlarga nisbatan nihoyatda qattiq qo'l, nihoyatda kamsitish tadbirlarini qo'llandi. Qumbuldagi bu inqilobning qo'zg'alishiga, ya'ni Xo'ja Niyoz rahbarligidagi inqilobning qo'zg'alishiga sabab bo'lgan omillarmi yana bir yoqdan olgan chog'da ana shundaq besimdan kelib chiqqan. Umuman 1931-yili bu Xo'ja Niyoz qatorliqlari rahbarligidagi Qumul tog'larida boshlangan qo'zg'alang'ichi bo'lgan bu 1877-yili Yaqubbek hokimiyatining og'dirilishidan hisoblaganda 50 necha yillik bu uzun musofa jarayonida Uyg'ur xalqi turlik ichki besimlarga, militaristlarning besimlariga, uning oldida Manchang imperiyasining besimlariga, qattiq qo'lliqlarga, har turli hili-nayrang siyosatlarning besimlariga uchrab, jaholat ilkida qolgan bo'lsa-mu, lekin baribir 19-asrning oxirisida, 20-asrning boshlarida bu musulmon dunyosida qo'shni O'rta Osiyoda ko'tarilgan madaniyat, bu milliy uyg'unish harakatlari Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatdi. Uyg'urlarning orasidan chiqqan nurg'unlagan angliq odamlar, ziyolilar, masalan Mas'ud Sabri, Mantali Tavfiq, Tursun Apandi, Abduqodir Damullam, Qutlug' Hoji Shavqi qatorliq nurg'unlagan Uyg'ur ilg'or fikrlik, diniy, fanniy olimlari, ziyolilari, shuningdek Musabay va Maqsud Akfukum Musabaylar va Maqsud muhitiga o'xshash ilg'or tijoratchilar o'z eliga Uyg'ur elining sirtida yuz berayotgan bu madaniyat, ma'rif, uyg'unish harakatlarini ilib kelib, bu joyda maktablar ma'rifni gullantirish, oqartish orqali Uyg'ur xalqining engini o'stirish uchun harakat qildi.
Natijada ana shundaq 20 yillik harakatlar, 20 yillik milliy uyg'unish, ma'rif jihatlik uyg'unish, aqartish harakatlari natijasida va ichki jihatda bu militaristlarning qattiq besimi va turli omillarning sababidan oxiri 1931 yil Qumulda ko'tarilgan qo'zg'alon butun Uyg'ur eli miqyosiga yeyilib, 32 yilda Turponda, Xotanda, Qashqarda va boshqa joylarda keng ko'lamli qo'zg'alon yuz berib, Xo'janiyaz hojim ayni vaqtda butun Uyg'ur elidagi qo'zg'alonchilarning bir g'aybiy rahbari sifatida tonildi. Ana shundaq qo'zg'alonlar natijasida 1933 yil 12-noyabr kunida Sabit Damollam boshlamchiligida bu O'rta Sharqda bilim tarbiyasi ko'rgan, Turkiya, Misr qatorliq joylarda o'qigan, Yevropani, Rossiyani ko'rgan, u joydagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat o'zgarishlaridan xabar topgan, yaxshi bilgan ziyolilar, diniy ulamolar, ilg'or fikrlik bu tijoratchilar va boshqa bilim odamlari birlikda Qashqarda Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qurdi. Bu yana bir yoqlaganda Uyg'urlarda 20-asrning boshlarida paydo bo'lgan jumhuriyatchilik fikrlarining natijasi edi. Ya'ni Turkiyada Mustafa Kemal boshlamchiligida qurilgan Turkiya Jumhuriyatiningki maydon kelishi, uning oldida bu Charusiya hokimiyatining og'dirilishi bilan qo'shni O'rta Osiyoda shakllangan, qurilgan Buxoro Xalq Jumhuriyati, Xorazm Xalq Jumhuriyati qatorliq jumhuriyatlarning maydon kelishi, bularning hammasi o'xshashlar bu Tarim Turpan vodisidagi xalqlarga, ya'ni Sharqiy Turkistondagi xalqlarga, ziyolilarga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Demak, 1933 yil Qashqarda qurilgan bu jumhuriyat ana shu O'rta Osiyoda, O'rta Sharqda umuman shu Turkiy millatlar dunyosidagi zo'r siyosiy, madaniyat, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlarning ham shu jumhuriyatchilik fikrlarining yana bir natijasi edi. Albatta 1933 yili 12-noyabrda Qashqarda qurilgan bu jumhuriyat ayni vaqtda Qashqardagi Uyg'ur qo'zg'alonchilari O'rta Osiyodan Sovet hokimiyatiga qarshi urush qilib, oxiri bu Qashqar tarafga qochib o'tgan bir qism Setivoldijon, Yusufbek Qurbeshi boshlamchiligidagi o'zbek qurolli guruhlari, ya'ni Sovet hukumati tarafidan bosmachilar deb atalgan bu kishilar. Shuningdek, Osman Ali boshlamchiligidagi bu otishning tog'liq rayonlarida qo'lga qurollangan Qirg'iz qurolli guruhlari ham Xotanda Muhammad Emin Bug'ra rahbarligida qurilgan Muhammad Emin Bug'ra rahbarligida qo'zg'algan Xotan qo'zg'alonchilarininki Muhammad Emin Bug'ra tarafidan evatilgan bir guruhisi bo'lib, bu bir qancha guruhga birlashish natijasida bu hokimiyat qurilgan. 1933 yil 12-noyabrda Sabit Damollam Sharq Turkiston Jumhuriyat hukumatini jakarlaganda birdak holda Xo'janiyaz hojim tek Aqsuda bo'lgan Xo'janiyaz hojimni bu jumhuriyatning mangulik prezidenti, ya'ni mangulik rais jumhuri qilib bekitdi. Sabit Damollam bo'lsa o'zi bosh ministr bo'ldi. Birinchi qatimliq bu Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati odatda o'zini Sharq Turkiston Jumhuriyati deb atagan, u o'zining pasportini chiqargan, pullarini chiqargan, shuningdek o'zining yana dastlabki asosiy qonunini bekitgan va davlat xitobnomasini e'lon qilgan. Birinchi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bu davlat xitobnomasida bu hukumatning butun dunyodagi hukumatlar bilan, davlatlar bilan do'stona diplomatik munosabat o'rnatadiganligi, hatto Nanjingdagi Junxo Mingo hukumati bilan yana do'stona munosabatni saqlaydiganligi bildirilgan. Birinchi Sharq Turkiston Jumhuriyati garchi 3 oydan ortiq vaqt, ya'ni umuman 6 oygacha bo'lgan oralikda mavjud bo'lib turgan bo'lsa, lekin u bu Uyg'urlarning 20-asr tarixidagi bo'libmi, ya'ni 19-asrning oxiri 20-asrning birinchi yarmidagi bu siyosiy tarixida maydonga kelgan bir qadar sistemlik bo'lgan bir hokimiyat edi. Yani bu davlat o'zining davlat bayrog'i, davlat asosiy qonuni, davlat apparatlari, shuningdek hatto davlat naqsi
davlat yerbi qatorliqlarga ega bo'lgan edi. Asosiy qonun hatto. Cumhuriyetning dastlabki 16 ministerligi shakllangan. Albatta bu cumhuriyet yani birli Uyg'urlarga tava bo'lib qolmasdan bu cumhuriyetni qurishga qatnashgan barliq Türkiye ve başka milletlerinin kurallık grupları hem ulamı nazarga ilinib bu cumhuriyetning hükümet terkibiga Uyghur, Özbek, Kırgız, hatta Kazak ve başkalarımı kirgizilgan. Hükümette Uyg'urlar, Özbekler, Kırgızlar mühim rahbari o'rinlarni tutgan. Albatta Sabit Damollan boshchiligidagi bu hükümetning maqsadi bütün Sharqiy Turkistonni azad qilib, bütün Sharqiy Turkistonni birlikka keltirib, birlikka kelgan bir hokimiyat barpo qilish edi. Shu vaqtdagi bu inqilob qatnashgan, ya'ni shu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatininki birinchi kunidan tortib toki oxirigacha bo'lgan bir qancha yillik siyosiy tarixiy voqealarning shohidi bo'lgan Abduqodir Hojimning aslimlaridan qaraganda ayni vaqtda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini Aqsu, Xotan, Qashqar qatorliq viloyatlar e'tirof qilgan. Bu joylar Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining oy yulduzli ko'k bayrog'ini chiqargan ekan, ya'ni ko'k bayrog'ini osgan ekan. Ammo ayni vaqtda bu birinchi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati nihoyatda qisqa vaqt mavjud bo'lib turdi. Buning undaq bo'lishidagi asosiy sabab bu cumhuriyet, bu hükümet dahi yeni qurilgan bo'lg'achqa uningki ijtimoiy asosi, iqtisodiy asosi, harbiy kuch asosi nihoyatda ojiz edi. Uning ustiga yana bu hükümet Uyg'ur eli bilan qo'shni bo'lgan Sovet Rossiyasining yaxshi ko'rishiga erisha olmadi. Albatta 1920-yillarda ichki urushda g'alaba qilgan Sovet bolşevikleri bütün Orta Asya'nı, bütün Çarusya, sabık Çarusya ziminlerini birlikte keltirip Sovet İttifakı'nı tesis qilgan edi. Sovet Rossiyasi hükümeti, yani Stalin rehberliğindeki Sovet Rossiyasi hükümeti Orta Asya'da uzun mezgil bu basımçılık hareketlerine karşı durdu. Yani basımçılık, ulanın nazarındaki basımçılık, yerlik halklarının nazarındaki bu müstakillik hareketi de aynı vaxtdaki ularga karşı kurash qildi. Shundaq bo'lganligi uchun toki 30-yillargacha bo'lgan kurashlar jarayonida Sovet Rossiyasi aran tasda bu O'rta Osiyoning vaziyatini muqimlashtirdi. Bundaq sharoitda uning qo'shnisi bo'lgan Sharqiy Turkistonda, ya'ni Uyg'ur elida Tarim vodisida bu yeni bir mustaqil hokimiyatning barpo bo'lishi bo'lib, uning tarkibiga Sovet ittifoqini o'ch ko'rgan, Sovet ittifoqi bilan kurash qilgan, ular bilan qarshilashgan bir qism odamlarning bu hukumatda turishi, shuningdek uning harbiy qo'shin tarkibiga ana shunday qurolli guruhlarning kirishi o'xshashlar bu Stalin rahbarligidagi Sovet hukumati tarafidan yaxshi ko'rish erishalmadi. Ayni vaqtda Sovet hukumati bu Sharqiy Turkistonda yuz bergan qurolli harakatlarga, qo'zg'olonlarga nihoyatda diqqat qilgan edi, nihoyat ahamiyat bergan edi. Şu vaqtda Stalin rahbarligidagi Moskva hukumati zodi yerlik xalqlarni qo'llash kerakmi, ya'ni ezilgan xalqlarning ozodlik ishlariga yordam berish degan Leninning shuari bo'yicha bu yerlik ezilgan xalqlarga yordam berish kerakmi yoki Xanzu militaristlarga yordam berish kerakmi degan tanlashga duch keldi. Oxiri Stalin rahbarligidagi Sovet Rossiyasi ikkinchi tanlashni tanlab Shingsesayni yo'lash orqali, ya'ni Xanzu militaristlarga yordam berish orqali bu o'lkadagi mustaqillik harakatlarini, mayli Uyg'urlarning, mayli Majuniyning boshlamchiligidagi Tungallarning va boshqa, ya'ni Shingsesayga qarshi bo'lgan Xanzu militarist kuchlar bo'lsin, hammasining qarshilik harakatlarini yo'qotib, bu o'lkada faqat birlam Moskvaning ta'siri, Moskvaning qo'l ostidagi, kontrolli ostidagi bir Xinjiang o'lkasini, ya'ni Shingsesayning boshlamchiligidagi Xinjiang o'lkasini barpo qilishni qaror qilib, Altayski nomidagi harbiy qo'shinlarni kirgizib, Urumchi qo'rshovlarini oxirlashtirib, Majuniyning qo'shinlarini yo'qotib, Tungallarni, Majuniyning qo'shinlarining Qashqariya tarafga surgun aydilib, Xo'janiyaz qo'shinlarini yo'q qilib, oxirida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatininki oxirlashishdan iborat bir jarayonni, taktikani amalga oshirdi.
Şunun bilan Şinjangda 1933 şu vaqtida shuningda natijada 1933 yildan boshlab taki 43 yilgacha bo'lgan araliqda Shing Sisay boshlamchiligida Şinjang o'lkalik hukumat qurilib, Shing Sisay bu joyni idora qildi. Xo'janiyaz boshlamchiligidagi bu Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining bir qism rahbarlari, bir qism xodimlari Sovet ittifoqining vositaçiligi bilan Shing Sisay bilan ittifoq tuzib, kelishim tuzib, ular o'lkaga kelib, o'lkadagi har qaysi nazorat idora organlariga boshliq bo'ldi. Xo'janiyaz hojim o'lkaga ma'mur rais bo'ldi. Ammo 1937-yilga kelgan chaqda Qashqarda yana qaytadan qo'zg'olon ko'tarildi. Natijada Shing Sisay o'zining abdi bashirisini oshkorlab, Stalinning ko'rsatmasi bo'yicha bu Xo'janiyaz hojim qatorliq Uyg'ur rahbarlarini bir-birlab yo'q qildi. Albatta, Shing Sisayning bu chaqda ilib borgan bu tozalash harakatlari Stalinning 37-38 yillarda Sovet ittifoqida ilib borgan keng ko'lamli tozalash harakati bilan chambarchas bog'langan bo'lib, natijada Trotskichi, Panturkist, Panislamist, mustaqilchi, bo'lgunchi degandek turli jinoyatlar ortilib, nurg'unlagan Uyg'ur ziyolilari, bilim odamlari, angliq odamlar, sobiq Sharq Turkiston Jumhuriyatiga qatnashgan odamlar tutqun qilindi, o'ldirildi. Albatta, shuning qatorida yana nurg'unlagan Shing Sisayga qarshi fikrdagi bir qism Xanzu ziyolilari, Mo'ng'ol, Qozoq va boshqa millatlarning ilg'or fikrlik odamlari o'ldirildi, tutqun qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda Shing Sisayning 37-yildan 43-yilgacha bo'lgan araliqda 100 mingdan ortiq odamni qo'lga olganligi, son-sanoqsiz odamlarning o'ldirilganligi aytiladi. Mana shundaq jarayonlar davomida oxirida 1943-42-43 yillarga kelgan chaqda umumizlik holda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ol, Tungan, hatto Rus va boshqa Uyg'ur eldagi millatlarning Shing Sisay hukumatiga bo'lgan, Shing Sisayga bo'lgan noroziliklari, qarshiliklari texmi avjiga yetdi. Ham 1941-yil 2-chi dunyo urushining oxirlashish natijasida, 1941-yil 2-chi dunyo urushining boshlanishi natijasida Sovet ittifoqining Germaniya armiyasi tomonidan mag'lub bo'lishi natijasida Shing Sisay Sovet ittifoqining tugaydiganligidan, Sovet ittifoqining butunlay vayron bo'ldiganligidan gumon qilib, o'zining Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabatlarini buzishga boshladi. Ya'ni Sovet ittifoqidan yuz o'rib, eng yaxshisi Nanjing, Chongqingga markazlashgan Gomindang, ya'ni Junhua Mingo hukumati bilan hamkorlashib, Jiang Kaishi bilan hamkorlashib, bu joyga Gomindang markaziy hukumatining qo'shinlarini olib kirish orqali o'zini Sovet ittifoqining kontrolligidan qutulish faoliyatlarini olib bordi. Ikkinchi dunyo urushining taraqqiy qilishi, kuchayishiga ergishib, Shing Sisay 43-yilga kelgan chaqda butunlay Sovet ittifoqidan yuz o'rdi. Sovet ittifoqi bilan tuzgan iqtisodiy kelishimlarni, qalay kollarni etish kelishimlarini hammasini bekor qildi. Sovet mutaxassislarini, Sovet xodimlarini chegirdan qo'g'lab chiqardi. Sovet ittifoqining qumuli turg'izilgan 8-chi polkini qo'g'lab chiqardi. Mana bunday sharoitda Sovet ittifoqimi Shing Sisaydan o'chilish, Shing Sisayga zarba berishdan iborat bir irodaga keldi. Mana shunday sharoitda 42-43 yillarda Uyg'ur elining hamma joylaridagidek Shing Sisay hukumatiga qarshi yarasты Uyg'urlarning tashkilotlari shakllanishga boshladi. Demak, Uyg'ur eli umumyuzlik holda bir qurolli qo'zg'olon Shing Sisayga qarshi, Gomindanga qarshi bir kayfiyat ichiga cho'mdi. Altayda Osmanning boshlamchiligida qurolli qo'zg'olonlar ko'tarilib, Shing Gomindang qo'shinlari bilan urush olib bordi. Mana shunday sharoitda 1944-yili G'uljida ozodlik tashkiloti qurilib, yarasты qurolli harakatga tayyorlik qildi. 44-yili 8-oyda G'ani Batur, bu Fatih Baturlar boshlamchiligida Nilqining Ulastay tog'larida urush portlab, Gomindang qarshi qo'zg'olon rasmiy boshlandi. Qo'zg'olonchilar tez urush qilish natijasida 1944-yil 7 noyabrda G'uljida qo'zg'olon ko'tarib, ozodlik tashkilotining rahbarligida G'ulji shahrini 5 kundan keyin asos jihatdan ozod qilib, 1944-yil 12 noyabr kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini e'lon qildi. Jumhuriyatning hukumat apparatini qurdi.
İlhan Töre Cumhuriyet'e reis, hakim Beghoji mavun reis oldu. Cumhuriyet'nin hükümetinin azalık terkibiga Uyghur, Özbek, Kazak, Kırgız, Mongol, Tungan yani Xuyzu, Şive, Rus qatarlıq Xanzulardan başqa 13 milletinin vekilleri asasiyatdan kirgizildi. Bu inqilab tez süratli kemiyip ahırda 1945 yılının 2. yılı kelgen çağda bütün il vilayeti azat oldu. To'liq azat oldu. Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümeti yana 9 maddelik özünün xitobnomasini e'lon qildi. Bu xitobnomada bu joyda mangu bir mustaqil demokratik cumhuriyet qurish, hamma dillarga erkinlik berish, hamma millatlarning o'z diniy e'tiqodi, o'z milliy urf-odatini qadrlash huquqining borligi, iqtisodiy, savdo, sanoat va boshqalarni taraqqiy qilishni ilgari surish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan bu 9 moddali xitobnoma e'lon qildi. Shundan bir vaqtda shu vaqtda Uyg'ur elida yashayotgan hamma millatlarni ittifoqlikqa chaqirdi. Hamma millatlarning ittifoqlashishi, birlashib kurash qilishi natijasida 1945 yil 4-oyning 8-kunda rasmiy muntazam milliy armiya qurildi. Bu milliy armiyami ayni vaqtdagi Uyg'ur, Qozaq, Qirg'iz, Rus, O'zbek, Tatar, Tungan, Shiva, Mongol, Manju, Dağur qatorliq ili Tarbaqtay, Altayda mavjud bo'lgan yashagan millatlarning hammasi shu millatlarning farzandlari bu milliy armiyaga askar bo'lib kirdi. Ular Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan bayroqni ko'tarib 3 front bo'yicha jang qilib 1945-yili 10-oyga kelganda Manas daryosi bo'yiga kelganda ili Altay, Tarbaqtaydan iborat 3 viloyat to'liq ozod qilindi. Janubda evatilgan qo'shinlar Janubda Aqsu viloyatining 2 noyisini ozod qildi. Toshqo'rg'onda portlagan qo'zg'olonmi bular kengayib Qashqarning atroflariga yetib keldi. Ammo mana shunday sharoitda bu Sovet ittifoqining yordamiga erishgan bu Sharq Turkiston hukumatı yana o'xshashli Sovet ittifoqining Stalin hukumatining 1945 yil 9-oyda ularga buyruq berib, davomli urush qilmaslik, Manas daryosi bo'yini chegara qilib shu yerda to'xtashdan iborat buyrug'ini topshirib oldi. Chunki Sharq Turkiston hukumati, Sharq Turkiston Cumhuriyeti armiyasi ayni vaqtda Sovet ittifoqining harbiy, iqtisodiy va harbiy xomashyo qatorliq ko'p jihatlardan yordamlarga erishgan edi. Sharq Turkiston hukumati Ilhan Töre boshliq bu arboblar Sovet ittifoqidan zo'r umidlarni kutgan edi. Lekin Stalin hukumati 1945 yil 2-oydagi Yalta kelishimidagi erishgan manfaatlarini kapolatga ega qilish uchun 1945 yil 8-oyda Jungo bilan Jungo Sovet do'stlik shartnomasini imzolab, ana shu Yalta kelishimining ro'yi va shundaqli Jungo Sovet do'stlik shartnomasining ro'yi bo'yicha Jungoning ichki ishiga aralashmaslik degan shu va'dasiga amal qilib, milliy armiyani bu yoqqa to'xtatib qo'ydi. Sharq Turkiston hukumatining uning aksincha Gomindan markaziy hukumati bilan suhbat o'tkazishga qistadi. Sovet hukumatining yana vositachilik qilishi, orag'i tushishi, ham har jihatdan besishi va barliq harbiy yordamlarni kesishi to'xtatish natijasida Sharq Turkiston hukumati Urumchiga odam evatib, Jang Kayshining vakili Jang Jejong bilan 8 oydan ortiq vaqt suhbat qilish orqali oxir 1946 yil 7-oyda tinchlik bitim imzolanib, 11 moddalik tinchlik bitim imzolanib, ikki taraf vakillarining qatnashishi bilan birlashma hukumat qurildi. Bu birlashma hukumatga G'ulji tarafdan Ahmedjon Qosimiy, Abdukarim Abbosov qatorliq kishilar qatnashdi. Lekin uzun o'tmay o'xshashla bu hukumat yana qaytadan parchalandi. Bu hukumat yana qaytadan buzilib, Ahmedjon Qosimiy, Abbosov qatorliqlar G'uljiga qaytadan bu Manas daryosini chegara qilgan 7 viloyat bilan, ya'ni Gomindan hukumati bilan 3 viloyat, ya'ni Sharqiy Turkiston hukumati o'rtasidagi qurolliq qarshilik, qurolliq chegara bir-biri bilan dushmanlashish toki 49-yilgacha davomlashdi. 48-49 yil Jungoning ichki ishining ozodlik harakatining kengayishi, Jungoning ichki vaziyatining o'zgarishi, kommunistlar bilan bu Gomindan o'rtasidagi urushda kommunistlarning g'alaba qilishi natijasida Sovet ittifoqi bu 3 viloyatni to'liq holda Mavzdong rahbarligidagi bu Jungo kommunistlarga o'tkazib berish qaroriga keldi. Shundaqla Xinjiangdagi Gomindan hukumatini tinchlik yo'l bilan Mavzdong rahbarligidagi kommunistlarning qo'liga berishga
qaror qildi. Ana shu Stalinning qarori bo'yicha, ya'ni 1949 oyda Mao Zedongning vakili Liu Shaoqining Moskvaga maxfiy berib, Stalin bilan maxfiy ko'rish natijasida bularning orasidagi putishim bo'yicha Mao Zedong Jo'ngha Xalq Jamhuriyatini muddatdan burun, ya'ni 1949 yil 10 oyning 1-kuni jakolashga Stalinning taklifi bilan rozi bo'ldi. Shu vaqtdagi kelishim bo'yicha Stalinmo bu 3 viloyatdagi milliy armiyaning o'lkadagi Gomindan hukumatining tinchlik bilan kommunistlarga taslim bo'lishi, Gomindan armiyasining tinchlik bilan qurol topshirishiga moslashadigan, milliy armiyaning qarshilik ko'rsatmaydigan, Sovet hukumatining har qanday qarshiliklarga yo'l qo'ymaydiganligi qaror qilindi. Hatto Stalinning va'dasi bo'yicha ozodlik armiyani tezroq shu vaqtdagi Xinjiangga kirishga ya'ni Stalin tashabbus qildi. Stalin hatto aeroplanlarni chiqarib Sovet ya'ni ozodlik armiyaning bir qism qo'shinlarini Xinjiangga olib berdi. Qisqasi Stalinning har jihatdagi yordamlari, qo'llashi, ana shundaq har jihatdan tashabbuslari bilan oxiri bu o'lkaga Jungo kommunistlari kirdi. Kirib o'lkaning siyosiy vaziyati butunlay o'zgardi. 3 viloyat hukumati amaldan qolib, qaytadan ya'ni Xinjiang o'lkalik hukumat ta'sis qilindi 49-yilning oxirisida. Shu vaqtda yana Stalin hukumati o'xshashlar 3 viloyatning rahbarlari Ahmadjon Qosimiy, Abdukarim Abbosov, Isoqbek Mununov, Dalilxon Sugurboyev qatorliq bir vakillar o'migini Beijingdagi yig'inga berib, Beijingdagi bu Jungo kommunistlarining ya'ni davlat qurish bu yig'inga qatnashib, shu joyda o'rtaq holda Jungo Xalq Jamhuriyatining qurilishini qo'llashga da'vat qildi. Bu vaqtda yana turli ma'lumotlar bor. Uyg'urlarning, ya'ni Qozog'istonga ko'chib chiqqan Uyg'urlarning ayni vaqt inqilob shohidlarining qarashicha bu Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi vakillar o'migi 1949 yil 22 avgustda Olmutaga borgan ekan, oldidan Olmutada Sovet ittifoqining, ya'ni Stalinning vakillari bilan suhbatlashgan. Ular Sovet hukumatiningki takliflari, ya'ni shartsiz holda hech qanday shart talab qo'ymay ixtiyoriy yo'sinda bu Jungoning tarkibiga kirish masalasida Ahmadjon Qosimiylar qarshilik ko'rsatgan. Ya'ni Stalinning taklifi qo'shilmaganligi uchun oxiri Stalin hukumati, ya'ni NKVD, ya'ni ichki ishlar organi tarafidan qasd qilingan deydi. Lekin ayni vaqtida Jungo va Sovet hukumati o'xshashlar Ahmadjon Qosim boshchiligidagi bu vakillar o'migining 1949 yili 8-oyning 27-kuni, ya'ni Beijingga menish safarida bu Sovet ittifoqi territoriyasida aeroplan hodisasiga uchrab, hamda shu yerda qazo qilgan degan bu rasmiy bir bildirish muqimlashtirilgan. Lekin hozirgacha bu inqilob qatnashgan ko'plagan shohidlar yuqorida men deb o'tgan va har turli qiyoslarni o'rtaga qo'yib kelmoqda. Umuman hamda mana bu 1900 ya'ni o'tgan asrning birinchi yarmidagi, ya'ni 30 va 40-yillardagi ichki Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining ahvoli, taqdiri haqidagi qisqacha umumlashtirib aytilgan bir ma'lumot. Umuman Uyg'urlarning 20-asrning birinchi yarmidagi bu siyosiy hayotida, siyosiy faoliyatlarida cho'ng davlatlar, ya'ni muhim rol o'ynagan. Bo'libmi Sovet ittifoqi muhim rol o'ynagan. Ya'ni bu joyning Jungoning bir tavasiga qitilib qilishida, Jungoning tavasida qilishida Sovet ittifoqining aytgan muhim bir rol o'ynadi. Ayni vaqtda yana o'lkaning 20-asrning oldingi yarmida Urumchida Amerika konsulxonasi, Sovet konsulxonasi, hatto Angliya konsulxonasi bor edi. Bu joyda o'xshashlar Sovet, Angliya, Amerikadan iborat bu davlatlarning diplomatlari o'rtasida har xil faoliyatlar, kurashlar bo'lgan edi. Umuman bu o'lkaning tarixi 20-asrning dastlabki yarmidagi tarixi ayni vaqtdagi so'g'oq munosabatlar urushi, dunyoning ikkinchi jahon urushi, Jungoning ayni vaqtdagi kommunistlar bilan bu Gomindan o'rtasidagi urushlar, militaristlarning o'zaro urushlari, o'lkaning janubidagi bu Britaniya imperiyasi bilan Sovet ittifoqining o'rtasidagi ziddiyatlar, shundaqla musulmon dunyosidagi bu o'zgarishlar, Hindistonni o'z ichiga olgan bu joydagi har turli mustaqillik va uyg'unish harakatlari qatorliq turli
ta'sirlarga uchragan. Shuning uchun bu rayonning, ya'ni Uyg'ur elining 20 asrning oldingi yarmidagi bu siyosiy tarixi nihoyatda murakkab, nihoyatda qiziqarli va nihoyatda ko'p tarafli ma'lumotlar, ko'p mazmunlar bilan to'lgan. Bugungi kunda Xinjiang deb atalayotgan bu joy garchi Temur xalifa rahbarligida uning sharqiy qismida Qumulda qo'zg'olonlar yuz bergan bo'lsa-mu, lekin Manching imperiyasining xaritasidan chiqib ketish, ya'ni Junxo Mingo hukumatining qurilishi bilan o'zining bir mustaqil hokimiyatini qurish mumkinchiligi bo'lmadi. Ya'ni bu o'lka, bu joy militaristlarning, ya'ni Xanzu militaristlarining hukmronligi ostida tushib qoldi. Taki 1931-yilgacha bo'lgan aralıqda bu joyda Yang Zhengxin, Jin Shorin qatorliq ikki militarist hukmronligini yurgizdi. Albatta, Yang Zhengxin bilan bu Jin Shorinning hukmronligi bir-biri bilan o'xshashlikqa ham bir-biri bilan farqli taraflarga ega. Masalan, Yang Zhengxin tashqi jihatda Sovetlar ittifoqi bilan, ya'ni yangidan maydonga kelgan kommunistik Sovet Rossiyasi bilan hamkorlik o'rnatib, uning bolsheviklarga qarshi jang qilib, bu Ili, Tarbag'toy, Oltoy qatorliq joylarga qochib kelgan taki 1931-yilgacha bo'lgan aralıqda bu o'lkada keng ko'lamli qarshilik, keng ko'lamli qurolli qo'zg'olon harakatlari asosiy jihatdan yuz bermadi. Albatta, qisman qarshilik harakatlar bo'lsa-mu, lekin bu umumyuzlik tus olmagan. 1911-yili Sun Yat-sen boshchiligidagi bu Xanzu millatchilari Manching imperiyasini yo'qotib, ya'ni Shanxay inqilobi deb atalgan inqilobni qo'zg'ash orqali Manching imperiyasini ag'dirib, Xanzularning o'zining milliy davlatchiligini, ya'ni milliy jumhuriyatchiligini barpo qildi. Ya'ni Junxo Mingo hukumatini qurdi. Bu hukumat ayni vaqtda Osiyo qit'asidagi birinchi jumhuriyat edi. Ayni vaqtda albatta Manching imperiyasining xaritasiga kirgan Mong'oliya, ya'ni tashqi Mong'oliya u ayrilib chiqib ketdi. Ayni vaqtda yana Manching imperiyasining xaritasi bo'lgan Sharqiy Turkiston, ya'ni Jungo hukumat tarafidan Oq gvardiyachi Rus armiyasini yo'qotishiga moslashdi. Shu orqali Bolsheviklar Rossiyasining bu o'lkaga ta'sir ko'rsatib, bu o'lkani Jungodan ayirib o'tish yoki bu o'lkadagi xalqlarga yordam berib, uning Jungodan ayrilib o'zining bir mustaqil davlatini qurish harakatlarini qo'llamaslikdek bir sharoit hozirladi. Ya'ni bir yoqdan olgan chaqda Yang Zhengxin ichki jihatda Uyg'urlarning ichidagi diniy o'lima, yurt oqsoqollari va boshqalarni yaqindan qo'llab, ular bilan yaqindan hamkorlik o'rnatib, ularning diniy jihatdan xalqqa boshlamchilik qilishiga, ba'zi tar doirada, ya'ni kichik rayonlar bo'yicha shu joydagi xalqlarga rahbarlik qilishiga yo'l qo'yish orqali, ya'ni bunday chiqqan chaqda shu vaqtdagi Yang Zhengxinning taktikasi bo'yicha yatlarning qo'li bilan yatlarni boshqarish usuli bo'yicha nodon qoldirish siyosati xalqni ma'rifatsiz uzun bir siyosiy taraqqiyot tarixini boshdan kechirdi. Biz bu yerda albatta qadimgi vaqtlarda Uyg'urlar tomonidan qurilgan yoki Uyg'urlarning qarindosh tuqqanlari bir etnik guruhga tava bo'lgan Turkiy qarindosh millatlar tomonidan Uyg'urlar bilan birlikda qurilgan tarixdagi Uyg'ur Turkiy davlatlarini sanab o'tishimizning hojati yo'q. Biz yani bugungi muxbirning savoli bo'yicha
Yani 19 asrdan keyingi Uyg'urlarning siyosiy tarixi qandaq bo'ldi? 20 asrdagi Uyg'urlarning siyosiy tarixi qandaq jarayonlarni boshdan kechirdi degan tema ustida to'xtalamiz. Mening qarashimcha Uyg'urlarning 20 Uyg'urlar vatani 19 asrning oxirlarida Yaqub Begning hokimiyati Manching imperiyasi tarafidan to'liq yo'qotilgandan keyin, ag'dirilgandan keyin Manching hukumati 1884-yili Xinjiang o'lkasini ta'sis qildi. Manching hukumati Xinjiang o'lkasini ta'sis qilgandan keyin albatta Uyg'urlarning tarixi nihoyat uzun bir musofalarni besib o'tgan murakkab bir tarix. Bo'libmi Uyg'urlar o'zining bu ko'p asrlik siyosiy, madaniyat, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot tarixida nurg'unlagan izlarni qoldirdi. Albatta Uyg'urlarning madaniyat Uyg'urlarning insoniyat madaniyatiga qo'shgan tuhfasi 19 asrdagi Yevropa olimlari, Rossiya olimlari va boshqa davlat olimlari tarafidan o'xshashli e'tirof qilingan 20 asrning beshidagi va oxirgi vaqtlaridagi, ya'ni bugungacha bo'lgan xalqaroliq bu Uyg'urshunoslik tadqiqotida Uyg'urlarning qadimgi va o'rta asrlarda Turkiya xalqlarining madaniyatiga, bo'libmi Markaziy Yevroosiyoning madaniyatiga zo'r tuhfalarni qo'shganligi birdek e'tirof qilingan masala. Albatta Uyg'urlar yolg'iz madaniyat tarixidan, shalliq madaniyat tarixidan boshdan kechirib qolmasdan, balki nihoyat murakkab